Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Kumush narxlarini birgalikda ko'rib chiqish uchun Urganch dehqon bozori Sumni 2-qavatına geldik. Bu videorolikimiz aynan ayollar uchun juda ham foydali bo'ladi deb umiddaman. Kumush narxlarini ichki o'tirib birgalikda obzor qilamiz. Mart oyi bayram oyi desak adashmagan bo'lamiz. Kanalimizda yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, podpiska bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Albatta o'zingiz uchun foydali videoroliklardan bahramand bo'lib qolasiz. Videorolikimizni boshida birdan like bosib qo'ysangiz, bizani qo'llab-quvvatlagan bo'ladingiz. Manzil bo'ladi azizlar, Urganch dehqon bozori, ya'ni Urganch savdo uyini Sumni 2-qavatida 57-do'kon bo'ladi azizlar. O'sha 57-do'konda akalarimiz, ba'zi akalarimizni suhbatga tortamizdan suhbatlashib ma'lumotlarni olib chiqamiz. Yaxshilab eslatmanglar. Bu yon tarafdan chiqib kelsangizlar ham bo'ladi, yonbosh tarafından bu yoqdan ham chiqib kelsangizlar bo'ladi. Xullas Urganch Sumni 2-qavatida 57-do'kon. Assalomu alaykum. Hilal aka, yaxshimisizlar? Rahmat, Allohga shukr. Kumush narxlarida kumushga alohida qiziqadigan obunachilarimiz bor. Ayniqsa erkaklarimiz ham ko'p qiziqadi. Misol, shaxsan men o'zim ham kumushni ishtiyoqiman. Xo'sh, sizlar nov narsalardan bor. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kumush o'zi oxirgi hozir modada kumush. Bizda kumush ham sog'liq uchun ham foydali. Hem arzon dedik-ku. Sizimiz uchun ham foydali. Qaraysiz, oltin kumush sog'liq uchun foydali bo'ladi. Taqinchoqlar bekardan bekar emas. Qan danishtiring, nom vajingizdan bor. Qani, obzor qilamiz. qilamiz. Eng oxirgi modalardan bo'lib turgan bagetlardan, Pandoralardan, Bulgariyalardan hammasidan topsa bo'ladi. Ko'rsating-ku. Kumushni bir ajoyiblarni qo'ydingiz-ku. Shoyining bagetlar bular eng oxirgi modadagilar, trenddagilar, bularni oq oltindan bir narxlar ham bor. Bu shuni kumush fasoni Tayland почистин, kumush ham garantiyali. Buni keyin fasonlari har xilisi bor, mini xilisi bor, mini gul shoxali xillari bor. Keyin bizda молодожный qizlar uchun xo'shayning pandoralarimiz bor. Pandoralarimiz korobka, dokument edi. Nenniki bu Pandora? Bular ham Tayland чистин. Tayland? Gap bo'lishi mumkin emas. Komplekt. Avval keyin bagetlarimiz mini qo'sha, mini fasonlaridan ham bor. Mini italyanskidan qo'shayni. Gap yo'q. Naborlarimizdan bor. Keyin bizlere Pandora'nın toza narsa geldi. Kolleksiyasi mini variantda kelgan. Buni oqi granat svetidan bor. Gök safir dashasidan kelmadi lekin. 3 xil rasvetkada geldi. Keyin bizda mesikalarımızdan ham bor. Mesikalarimiz ham eng oxirdagi modalardan bo'lib turibdi. Tushunarli, gap yo'q. Bularni narxini aytmoqmiz. Graminchadan bo'ldi kumushi. Grami hozir qimmatladi. Avval 30-35 sotib turardik, lekin mahalla ko'tarilgani hisobini 40 mingga chiqdi. 40 ming so'mdan bo'ldi. Avasini obunachilarimizga arzon qatib beramiz, iloji boricha 30. Bizning kanaldan ko'rib kelsalar, qaytib berasiz. 40 ming so'mdan ham qaytib berasiz grami. 40 mingdan ham qaytib beramiz. Bu Pandoralar ham shu grami shu bahodan bo'ladimi yo o'zgarami? Bular sal qimmatroq bo'ladi, bularni arzon qatib kelishib beramiz. Bular nechadan bo'ldi gram? Bular sal qimmatroq, bular 45-40 mingdan ham bor. Keyin bizda yoshi ulug'roq onaxonlarimiz, akalarimiz uchun ham Turetskiy, Xurrem sultonlarni, Gulbash, Izumrud, Ziloniy agat, shuni vajlaridan ham dumchi. Dum boshqacha-ku bu. Feruza Qarshim bular nechik bu? Mana Bryoza, bu Ziloniy agat, bu sening Bryoza. Bu Izumrud ening. Hamma razmerlaridan, xalaganlaridan tapaslar, xudo xolasa bizdan. Shu komplektlar necha so'm turibdi? Birsini bahosini aytib bering. Birisi qarang, kichkinaroqlari 350 ming so'm, sal ulug'roqlari 550, 450, 600, 650 gacha bor. Gap yo'q. Bir-biridan chiroyli. Xurremlaridan ham bayda. Bular 450 ming so'mdan. Keyin buni safir dashlisi bor. Aquamarin bor. Bu dumbag'ati ko'rsatadi-ku bu. Dumxo'sha xurrem bular. Bular deveraki beli fianit, oq fianit dashlar bilan qo'shadi pishangan. Bomdim bog'ati ekan. Kumushlarni garantiya zavodskiy kumush. Bularni probasi nechadan? 925 ang.
Hilalapça işi ko'rsatganlaringizda yine bu Bugatti qarshi bo'lajak bulan ava adlarını endi bilmenden. Bularning grammi şu 40 ming so'mdan bo'ladimi? Lekin sizni obunachilaringizdan kelsalar 40 mingdan qaytib barzanatib beramiz iloji bor. Bu bahadan ham qo'ldan kelsa Xudo qaytib. xolasa ichida korobkalarni ham qo'shib beramiz. Azizlar 40 ming so'mdan grammini aytibdilar. Shular ham agar kanaldan görüp gelsangizlar, olaman desangizlar qaytib kelishib beradilar savdolar. Kana kanaldan olaman. Korobka ham qo'shib beramiz ichida biz Ha, bo'lamiz. korobkasi ham bor ekan azizlar yine. Zo'r qarshilardan bor. Endi yoshi katta onaxonlarimiz uchun ham bormi shulardan? Ama o'zi uchun o'shalarni yaxshi ko'rib oladilar. Yoshi ul etganlarimiz. O'sha izumrud, ishini bir yozalandim yaxshi ko'rib oladilar. Ularni xolasalar mening oq fasollar ham bor. O, bu boshqacha bu. Safirlar bor. Ularni ham yaxshi ko'radilar yine. Qo'lli variantlari bor. Vibir ko'p. Gelip görüp tanlab olar ma'qul. Ajoyib ekan bu. Bunlar gullardan boshqacha ekan. Keyin bizda shuni oltin suv yuritilgan yuzuklarımızdan ham bor. Bularning ustilarini oltin suv yuritilgan. Bular ham hozir keyingi vaqtda Lekin moda kumush bo'ldi. bang, oltin suv yuritilgan. Ustini oltin suv yuritilgan. O'zi Bu kumush qarayib ichi. netqanmi bu? Vaqt o'tgandan keyin o'zgarishi mumkin, lekin ketmasligiga garantiya yo'q. Ketishi mumkin. Ya çünkü oltin suv yuritilgan endi. Ava. Lekin ko'p odamlar yaxshi ko'rib olib turibdi bundan ham. Bularning grammi necha so'mdan? Bularning grammi 55-60 ming so'mdan bo'ladi. Oltin suv yuritilgan hisobına. Ava oltin suv yuritilgan hisobına sal qimmat. 55-60 ming so'mdan. Gram. Lekin bizning obunachilarimizga qaytib 50 berasiz. ming so'mdan aytib beramiz xudo xolasa. Rahmat sizga. Meni. Keyin bizda murskoylarimizdan ham bor. Murskoy og'alarimiz, ukalarimiz uchun. Oo. Bu yine meni ko'nglimda narsalar. Keyin bizda murskoy setlarimizdan ham bor. Oo. Brend. Kumush setmi bu endi? Ava kumush set, qarsak. Bular muskoy yüzükler hem şu gram aytgan şu Ava bahadan mı? yuridi, ava. Şu bahadan mı Shu 40'tan mı? bahadan ava 40 ming so'mdan gramlari. Gramlar har xil chiqadi. 200 mingga to'g'ri keladi, nima 180, 160, 650, 800 ga to'g'ri keladi ular. Og'riqdan boshlanadi o'xshaydi. Bu ip. Ular abrishani kimizda o'ylanadi ular ichidan hozir ko'pincha kumush osib turibdi. O'g'illarimiz halollik uchun ham shuning gladka o'lchovchalarimizdan ham bor. Hamma razmeridan bor. Ha. Murat Yavrushko zo'r ekan bu. Necha gram bu necha so'm shu birsini ko'rsating. Birisi 130, 140, 180 ming so'mgacha bo'ladi. Ha. Razmerni qarab gram o'ynaydi. Razmer kichikroqlarni grammi yengil bo'lgan hisoblansa bazarak bo'ladi. Ha. Toza o'ylangan yigitlarimiz uchun Bular biz hozir ichine to'yni sanasi, adlarni ham yozib beribmiz agar shuni xohlasalar zakaz berib ketsa. bu alohida bo'ladi, ay to'ladi. Buni gelib zakaz etib ketishlari kerak ekan. Ha, xolasangizni odilingizdan, xolasangizni to'y sanalarini ham yozdirsa bo'ladi ekan azizlar. Dum zo'r yangilik. Bunda yine kumush set ise bir yurtdoshlarimiz uchun kumush setlarim bor. Bu necha so'm bu? 1,5 million so'mdan gelsin. 1,5 million. Bular gramma yurmaydi, bular izdelaydi. İzleyelim. Şu kumush bu korpsan ya. Ava, kumush. Yok. Ajoyib. Qo'chkalarimiz ham. Ajoyib. Murskoylarimizdan bor, jenskilarimizdan ham bor. O braset ham bor. Brasetlarimizdan ham bor. Ha, bular. Bular ham grammi shu bahodan bo'ladimi? Ava, Sepetchgan. bular ham gramma 35 dan to'g'ri keladi, uni bor 40 mingga to'g'ri keladi, uni 45 dan to'g'ri keladi ular. 45 dan ham bor. Ava, 45 dan to'g'ri keladi. Navsina qarab bu baho o'zgaradi. Buni bahosi qarang. Tailandniki kassasi yaxshi bo'lsa, Ha, qaysi yurtdan kelganini qarabang shunga. Yo'q, kassasi ham yaxshi bo'lgan esa ham qimmatroq keladi. Andover degan uchun ham. Yang'indan bering yana. Hozir. Shuning yuziklari ham bor ekan azizlar. Yuzik esa va komplekt ekan. Ha. Gap yo'q. Bular kichkina farzandlarimiz ekan, bu o'xshaydi, kichkina bolalar uchun. Detskilarimizdan ham bor, detskilarimizdan bor. Detskilarimizdan o'zi ko'rsating. Qarang detskilar.
Taza döşülgenler için eminim kulakını ağrıtmaydı. Bular danası 70 bin so'mlar, xaridlar bir xo'shaylarından var. Danası 70 olsa bir komplekt şunda 140 olur. Yok, bir danası 70 bin Ha, so'm. bir danası 70 oladi. Yine ise 70 bin so'ma Yetişki sırgalarım. kumush deski sirg'a olaverasiz. 925 Pro bor, chisting kumush. Kemize Bu kaşlar hiç. Kaşlar ham üzümrüt, safir. ulancha so'mdan bo'ladi, bandana hesaplanadi. Avval ular qarang 120 ming, 80 mingga doğru keladi uni, içinde 60 mingga doğru keladi uni bor. Qarshi turgan uchun qimmatroq bo'ladimi? Yo'q, qarshi turgan uchun qimmat bo'lmaydi. Ishining bilan ko'p odam keladigan qashon Baku qashona qaytib bermaysizmi deydigan ko'p klientlarimiz. Lekin qashlari чистый originalniy qash kumushidan qimmat turadi, nabarot. Kumush o'zidan qashlar ham qimmat turadi. Bular prostoy qash qo'yilmaydi. Ha. Tushunarli. Deski sirg'alar gelip olaverishingiz mumkin azizlarim. Bulunmasam bor, tayyor hammasi bor. Bizda qo'shay shuni snyab ishlashni qo'shay podashni korobkalarimizdan ham bor. Love story'lar uchun meni qo'shay gulli ichidan gullar. Lastro için mi oldu? Şimdi naborlanki. İçine yani kumush komplekt koyup ekledim. Altın asalar ham bo'ladi. Korobkani o'zi ham oddiyni sotiladi. Ha, отдельно ham sotiladi. Pandorani korobkalar ham bor. Ularning bahosini aytmanglar, oddiyni sotiladi. 80 ming so'mdan ina. İçinde korobka dokumentlari. Ina bu sal qimmatroq, bu 160 ming so'm. 160. Ina bo'layning 30 ming so'm, 40 ming so'm. Bular xo'shay, komplekt uchun. Boshqacha ko'p. Necha so'mdan bular? 30 ming so'm. Bana acayip ekan. Xalosangiz size o sumkacham bo'lib ketaveradi ekanman. Ko'tarib olib ketaverasiz shuni. Xalosangiz korobkani o'zini olsangiz ham bo'ladi yine. Shuningdek bir chiroyli uyingizda taqinchoqlarni solib qo'ymaga korobkani o'zini ham oddiyni sotadilar ekan. Kelishib bu aytilgan baholarni ham kelishib beramiz. Bizning kanalni oldin aytib kelsangiz, narxlarda skidchalarni, chegirmalarni qilib beradilar. O yonib turadi ham bor ekan. To'y vatan qizlarimiz ko'p olib turibdilar sarpaga. Dum zo'r narsa, sarpaga dum ajoyib zo'r ekan. Korobkalar. Gap yo'q. Har xil korobkadan o'zi ham bor. Shunning o'zi ham bor yana. Xurshid aka, qo'ldan kelsa ma'lumotlarni berganingiz uchun sizga rahmat. Bo'ldi, Umirbek akam katta rahmat. Xorazm eksklyuziv kanalidan Görüp kelsalar, podpischilarimizni va klientlarimizni kutib qolamiz. Bu aytilgan senalardan ham kelishib, qaytib beramiz. Kelaverasizlar, sizlarni kutamiz. Aziza 57-do'konga kelaverasiz, shu yerda yana Hilal akamizni kumush taqinchoqlarni ko'rsatishga harakat qildik. Ekranlarda telefon nomerlari, Instagram profillarini yozib qoldiramiz.